Abu Atiya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam janozada turgandilar. Bu vafot etgan insonni kim bir yaxshi amalni ko'rgan dedilar. Shunda bir kishi oralaridan aytdilarki, "Ya Rasululloh, men ko'rganman" dedilar. "Men u bilan Alloh yo'lida bir kecha qo'riqchi bo'ldim. Shu musulmonlarni yurtni himoya qilish uchun bir kecha qo'riqchilik qilganman. Shu yaxshi amalni bilaman" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlar bilan birga haligi mayitga janoza namozini o'qishdi. Va qabrga qo'yilgach Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan tuproq tortdilar. "Men sening jannat ahlidan ekaningga guvoh beraman" dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat. Ana azizlar, Alloh yo'lida yurtni, vatanni, xalqi, mo'min musulmonlarini tinchlik yo'lida bir kecha qo'riqlagan insonni mana martabasini ko'rib qo'yaylik.